Taniqli so'z ustalari, mashhur xonandalarning So'x kabi yurtimizga eng chekka hududlarga tashrif buyurib, aholi bilan uchrashuvlar tashkil etayotganlari shuni anglatadiki, O'zbekistonning har bir go'shasi, chekka va olis hududlari ham amalga oshirilayotgan islohotlar, ezgu va xayrli tashabbuslardan bebahra emas. Eng muhimi, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning tashkil etilishi, yoshlarning ma'naviyatini oshirish, ularning qalbida vatanga bo'lgan muhabbat va sadoqat tuyg'ularini yanada shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yerning tabiati, bu yerning go'zalligi bizni doim lol qoldiradi. Yurtimizda shunaqa go'zal maskanlari bor, shunaqa samimiy vatandoshlarimizni ko'rib xursand bo'lamiz va bugungi konsertda sidqi dildan to'g'risini aytaman, juda ham maza qilib ishladik. Xalq bilan xursand bo'lishdi, biz ham xursand bo'ldik. So'xga ikkinchi marotaba kelishim. Har yili mana shunaqa ichki ishlar ansamblida shunaqa udum desa ham bo'ladi. Har yili respublikamizning 12 ta viloyat, chekka-chekka qishloqlarigacha borib shunaqa xayriya konsertlari beriladi. Bahor oyida bu boshlanadi. Mana bugun nasib vodiy tarafga keldik va vodiyni mana shu eng go'zal maskani So'xga ham yetib keldik. Kechga qadar davom etgan konsert dasturi tuman ahlida juda katta ta'sirot qoldirdi. Ayniqsa yoshlarning quvonchi cheksiz edi. Poytaxtdan kelgan san'atkorlarni esa So'x tumanining maftunkor va betakror tabiati, baland tog'lar qoyalari bag'ridan hamda yer qa'ridan katta shiddat bilan otilib chiqayotgan zilol suvlar mahliyo etgani ayni haqiqatdir. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan tayyorlandi.